maqsadini to'g'ri qo'ya olmayotgan insonlarga ham sababchi bo'lib qolsa biz xursandmiz. Men oyimga yangi trekker mashinasini sovg'a qildim. Buxgalteriya qanchalik yordam berdi? Ko'p diplom olganman, keyin taqdir taqozosi bilan ishdan ham bo'shaganman. Moliya ustasi bemalol ish bilan ta'minlaydi deb aytolmaymiz-da deyishadi. 3 ta vakansiya berganlar menga, olib borganlar. 3 ta beribdi. Buxgalteriyani 4 yil davomida o'rganmagan narsamni 4 oy davomida undan ham ko'p narsa o'rganib chiqdim. O'sha yangi o'rganayotgan bolalar moliya studiyasiga borib, bemalol ish o'rganib, yangi ishni boshlasa bo'ladi. Shogird tushib o'rgangan yaxshimi? Ko'p narsa o'rgatmaydi outsourcingda shogirdligi. Kecha o'zi o'quvchi edingiz. Mana bugun ish beruvchiga aylandi. Sizlarni bitirgan bolalarni ishga oladi. Oilangizga qanchalik yordam qildingiz? Mana natija. Ko'pchilik xarajatdan qochadi. Oyimdan umraga jo'natdim. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bilasizki, uzoq yillardan beri moliya studiyasi yurtdoshlarimizga, xalqimizga buxgalteriya hisobidan ta'lim berib keladi. Nafaqat ta'lim berib qolmay, ularni ish o'rni bilan ham ta'minlab keladi. So'z isboti bilan deganlaridek, navbatdagi o'quvchimizning ishxonalariga tashrif buyurdik. Ularni erishgan natijalari bilan o'rtoqlashamiz. Assalomu alaykum Nosirjon aka, yaxshi keldinglar. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Allohga shukr. Yaxshi olibsizmi? Rahmat. Ko'rsatmasim joyi juda ham chiroyli ekan. Allohga shukr, mana shu klinikada ishlaymiz. Bu bizning registratura bo'limimiz. Bu yerda kassa bor. Xudoga shukr. Bu yerda vrachlarimiz o'tiradi. Birinchi etajda, ikkinchi etajda ham vrachlarimiz o'tiradi. Ha, bo'pti. Asosan 3-etajda qon tekshiramiz. Qon analiz tahlillarini tekshiramiz. 4-etajda ofisimiz bor. Endi glavniy buxgalter o'sha yerda o'tirishadi. Glavniy buxgalter o'zingizsiz, to'g'rimi? Xohlasangiz bitta kofe damlab beraman, o'sha yerda bir suhbat davom ettiramiz. Mayli, yo'ldamasdan. Ketdik. Dilshod aka, yaxshimisiz? Huzurmisiz? Ish joyingizga mana tashrif buyurdi, ko'rib xursand bo'ldim. Chunki o'quvchilarning natijasini o'zi bizani xursand qiladi. Dilshod aka, endi biza bu ko'rsatuvni nimaga qilamiz? Ijtimoiy tarmoqda yuritamiz. Ya'ni ikkilanib turgan o'quvchilar bo'lishi mumkin. Bilasiz, yoki mana o'zingizdan bir paytlar bizga o'quvchi bo'lib kelgansiz-ku, ijtimoiy tarmoqda ko'rishadi, ikkilamchi fikrlar bo'ladi. Ya'ni o'qisam rostdan ham bilimga ega bo'lamanmi yoki rostdan ham o'qiganlarni bu ish bilan ta'minlarmikin degan shubha bo'ladi. Biza bilasizki, so'z isboti bilan deydi-ku, o'quvchilarimizni kelamiz, joyi bilan tanishtiramiz. Keyin ishga joylaganimizdan rasmlarini ham qo'yamiz. Lekin afsuski, ayrim o'quvchilar bor, bilasiz, tushishga uyalishadigani ham bor-da, yo'lmasa minglab o'quvchilar bor-da. Mana bugun siz bilan shu video syomka qilamiz. Nimaga? Siz ham bir paytlar bizda o'qigansiz, to'g'rimi? Keyin mana ish o'rniga ega bo'ldingiz va bugungi kun holatingiz qanaqa? Shu bo'yicha ozgina suhbatlashamiz siz bilan. Dilshod aka, buxgalteriya sohasiga kirib kelishingizdan bir sekin boshlasak. O'zingizni fikrlaringiz qanaqa kelib qoldingiz o'zingiz? Qanaqa moliya studiyasiga borib qoldingiz? Shu odamlarga qiziqdi. Assalomu alaykum, men ismim Dilshod. Yoshim 27 da. Men irrigatsiya institutini bitirganman. 4 yil itda o'qib chiqib, budjetga kirganman. Lekin bitirganimdan keyin buxgalteriyani bildimki, hozir qayerdir ishga borsam, savol javob qilsa, men точно o'ta olmayman aytdim. Korxonalarga borsiz. Keyin men sizlarni kuzatib yurardim. Ijtimoiy tarmoqda Instagramda sizlarni kuzatib yurardim. 2022-yil bitirgan bo'lsam, yozlarda institutda 22-yil boshlarida уже kuzatish boshlaganman. Oldindan qarab yurgansizda. O'sha bilardim, o'sha nima bo'lishini oldindan sezib yurardim-da, shunga qarab yurardim, qaysi biri zo'r, qaysi bir 3-4 ta joydan anaqa kuzatdim. Bir xillarini oyi 6 oy bo'ladi, audiens o'rgatishmaydi, faqat nazariya berishadi, teoriya berishadi. Menga unaqa kerak emas edi. Men kamroq oy, aniq-tiniq lo'nda narsalarni o'rganib, tez ishga kirib pul topishim kerak edi. Asosan oliy ma'lumotli inson bo'lgan. Shunaqa. Natija kerak. Natija kerak edi faqat. Tezroq pul topishim kerak edi. Keyin men sizlarni kuzatib yurardim. Keyin qarasam, bir kuni skidka reklamani ko'rib qoldim sizlardan Instagramda. Chegirmani. Keyin o'sha chegirma asosida bordim, yozildim kursga. Sentyabr oyida yozildim. Oktyabrdan boshlandi kursimiz. Erta men
Necha oy o'qidingiz? Yerda 4 oy o'qidik. Qaysi tartibda bo'ldi? Individual tartibda, guruh ko'rinishida? Guruh ko'rinishida bo'ldi. 4 oy guruh ko'rinishida tahsil oldingiz. Shunaqa. Qanaqa bo'lgan o'qish? Esda qolarli bo'ladi yoki oddiy bo'lib qoladi? Siz kutgan natijalarni bera oldimi shu moliya studiyasi? Juda ham zo'r bazaga ega bo'ldim man yerda. To'g'risini aytish kerak, hech qanaqa maqtash emas-u. Man yerda 4 oy davomida o'qidim. Buxgalteriyani 4 yil davomida o'rganmagan narsamni 4 oy davomida undan ham ko'p narsa o'rganib chiqdim. Man juda ham довольный bo'ldim. Nima deydi? Ketgan vaqtim, 4 oy vaqtimga, pulimga juda ham rozi bo'ldim. Ko'p narsalarni o'rgandim. Ajens, o'sha buxgalteriya hisob-kitoblar bo'yicha. Hisobotlari. Hamma shu soliq turlarini o'rgatdilar. Ulug'bek edi anaqa ustozimiz. Ulug'bek dars berganlar sizga. Ulug'bek juda ham maydalab. Endi men buxgalteriyani bitirgan bo'lsam ham ko'p narsani bilmasdim-da. Institutni bitirganman. Boshidan noldan o'rgatganlar. Sabrlariga 5 ketaman. Adenslarni bittalab tushuntirganlar. Zo'r. Keyin bitirganingizdan keyingi holatlar qanaqa bo'lgan? Keyin qanaqa bo'ldi? Imtihonlar bo'lgan, to'g'rimi? Shu paytda imtihonlar bo'lgan. Imtihon bo'lgan. O'sha paytda ham qizil diplom, ko'k diplom bor edi. Men o'sha payt ko'k diplomga bitirganman. Qizilga yetmagan yetmagan ekandi. Ishlardim ham, o'qishdan tashqari. Ham o'qishga borardim. Shunga oilani tebratish kerak ekanda. Shunaqa ko'k diplom olganman, keyin taqdir taqozosi bilan ishdan ham bo'shaganman. Korzinkada ishlardim, kassir kontroller bo'lib. Keyin menga srochniy ish kerak bo'lib qolgan. Pul topishim kerak. Keyin menejerlarimizga iltimos qilganman sizlarda moliya studiyasida. Men ko'k diplomga bitirdim, lekin ish kerak, iltimos topib keyin ular mening vaziyatimni to'g'ri tushunib, bu 2000 yilda bo'layotgan vaqtda hozir 22 institut bitirdingiz. 22 sen oktyabrda o'qishimiz boshlangan bo'lsa, 23-yil fevralda bitirdim. 2023 bo'ldi. Keyin bitirdim, keyin menejer qaysi qizimizga uchrashsiz? Ishga joylaydigan komandagada, to'g'rimi? Go'zal opa ismlari. O'shalar bizani ishga olib borib yurardilar, mashinaga solib 4 ta bolani ish ko'rsatgan olib ketganlar. Demak, ko'pga o'tgan bo'lsangiz ham, bizni tomonimizdan sizga ish taqdim qilindi. Shunaqa. 3 ta vakansiya berganlar menga, olib borganlar. 3 ta beribdi. 3 ta berganlar. Keyin outsourcingda berganlar. Endi savol javob qattiq bo'lgan, to'g'risini aytish kerak. Men ko'k diplomni bitirganman, unaqa zo'r qizilchalik bilim bo'lmaganda endi. Chunki men ish vaqtim ham bo'lgan, ishdan chiqib o'qishga kelardim-da. Keyin erta meni olishmagan, outsourcingda savol javobdan o'ta olmaganman. Sement zavodi bo'lgan, u yoqqa borganman. Erta bir haftacha o'tirib, to'g'ri kelmagan. Keyin 3-vakansiya bet bo'lgan. Klinika, meditsinskiy klinika, hozir ishlayotgan joyim. Bu yerga kim bo'lib kelgansiz? Bu yoqqa men stajyor buxgalter bo'lib kelganman. Помощник bo'lgansiz, to'g'rimi? Men buxgalter bo'lgan. Shunaqa. Mana shunaqa qilib kirib kelgansiz buxgalteriya. Shunaqa qilib ishga kirganman. Yildan yilga emas, yiliga hisoblasa 23, 24, 25, 3 yil ishlab qo'yibsiz. Mana yil yakunlanmoqda, juda ham zo'r. Hop, endi natijalaringiz, bu ishlab turgan faoliyatingiz haqida ozgina gapirib bersangiz, nimadan iborat, nima faoliyat, buxgalteriyasi qanaqa ekan? Bu ishlab turgan joyimiz xususiy klinika, meditsina sohasida. Biz har xil направление bo'yicha shu konsultatsiyalar beramiz. Vrachlarimiz bor. Bir 15 xilga yaqin направление bo'yicha ishlaymiz. Klinikaning nomi Human Lab and Medical klinikasi. Biz keyin qon analiz tahlillarini ham tekshiramiz. O'sha meditsinskiy оборудованиялар bor. Xitoydan kelgan katta объемlarni ko'tara olamiz. Mana shu yonimizdagi klinikalarga ham outsourcingda qonlarni tekshirib beramiz. Qon tahlil uslukalarni ko'rsatamiz. Juda ham zo'r. O'zi adashmasam, birinchi, ikkinchi etajda bemorlarni ham ko'rdim-da. Asosan bizda shu kardiolog, nevropatolog, lor, pediatr kuchli vrachlarimiz bor. Chet elda tahsil olib, постоянно chet elda o'qib keladigan, o'zini ustida ishlaydigan. O'shalarga ular endi ko'pincha hozir bizda yoshlar kasal bo'ladi-ku. Asosan yoshlarni ko'ramiz. Детский vrachlarimiz ko'p. Suhbat qanaqa bo'lgan? Dilshod, mana bizdan o'qib keldingiz. Bu yerga kirayotganingiz suhbat nimalardan iborat bo'lgan? O'qiganingiz sizga qanchalik foydasi tegdi?
mani bilimimni buxgalteriya to'g'risidagi 80% ko'targan. Man 10-15% irrigatsiyada olgan bo'lsam, buni 70-80 ga men anaqa moliya studiyasi ko'targan bilimimni, to'g'risini aytaman. Shu asosda keyin savol javobda shu provodkalarni so'rashgan, keyin soliqlar to'g'risida, oylik soliqlari to'g'risida savollar berishgan, javob berganman. Keyin ikkita formula berishgan. Bittasini ishlagan, bittasini ishlolmaganman, to'g'risini aytish kerak. Shundan keyin ularga yoqqanman shakl, rahbarlarga meni ishga olishgan. Juda yaxshi. Mana помощник buxgalterdan hozirgi kunda главный buxgalter darajasiga ko'tarildingiz. Alhamdulillah. Bu ko'tarilishdagi holatlar qanaqa bo'lgan? Qanaqa qilib bu natijaga erishdingiz? Mana orqasidan. Mana bunaqa hodisa bo'lgan. Bu yoqqa stajyor bo'lib kelganimda, to'g'risini aytish kerak, 3 million oylik ish kirganman bu yoqqa. Boshlanishiga stajyor bo'lib kelganman-ku, bu yoqqa помощник bo'lib. Keyin bu yerda главный buxgalterimiz bor edi, direktor, finansistimiz bor edi. Ular menga 3 oy davomida ish o'rgatganlar. 3 oydan keyin taqdir taqozosi bilan rahbarlar bilan kelisha olmagan, ular ishdan ketganlar. Keyin rahbarlar ularning o'rniga boshqa odam olib kelmagan. Hozir direktor, finansistlar bozorda qimmat turadi, yaxshisi o'z bilasiz. To'g'ri. Ko'pchilik xarajatdan qochadi. Olib kelishmagan. Senga o'rgatgani 3 oy davomida. Endi sen qilasanda, senga qo'shib beramiz deb shunaqa deyishgan. Gilamligini topshirishgan. Rahbarlar shunaqa ishonishgan menga. Keyin bu klinikani ko'p narsasi meni boshimga tushib qolgan, o'sha paytdan boshlangan hammasi. 3 oy davomida rahbarimdan o'sha o'rganganman, главный buxgalterimizdan. Keyin klinikani o'sha balanslari, moliyaviy rezultatlari, fin otchotlari hammasi men bo'ynimga tushgan o'sha paytdan boshlab. Qiyinchiliklar bo'lganmi? Qiyinchiliklar bo'lgan. Ko'p teshikka kirib chiqqanman. So'ramagan odam, savol bermagan odamim, telefon qilmagan odamim qolmagan kontaktlarda. Shunaqa o'rgandim. Ana aytadi-yu, bekorga aytmaydi, bizning ustozlar ham aytadi shu gapni, men o'zim ham ko'p aytaman. Harakat bo'lgan joyda albatta natija bo'ladi. Chunki harakat bizadan, natija Allohdan. To'g'ri. Keyin Dilshod, mana hammaga qiziq bo'ladi-da, baribir. Ana shu mana ish faoliyatingizda eng quvonch tushirgan joyingiz bo'ladi. Bormi? Nima anaqa bo'lgan, esda qolarsiz? Unaqa situatsiya bo'lgan, arenda договор masalasida bo'lgan. Arenda договорida учредитель bizani firma, mana hozir ikkinchi yana bitta klinika bor, meditsinskiy xususiy klinika. O'sha klinikani ham yuritaman. U klinikada arenda договор qilmoqchi bo'lganmiz. Arenda договорi men tekin shartnoma qilib qo'yganman, tekin tarzdagi ijara shartnomasi qilganman. Unda NDFL nalogi bor, bilamiz, soliq turi. NDFL to'laganman 27 milliondan. 3 oy to'laganman. Keyin qarasamki, 3 oydan keyin foyda soliq topshirganman, menga foyda kelib chiqyapti. Meditsinada imtiyozda bo'lgani uchun men shu yerdan bilib qolganman. Ijara qo'shimcha faoliyat bo'lib qoladi. Hozir bu yerda klinikani orqasidan daromad qiladi. Aytmoqchi bo'lganim 27 milliondan 3 oy to'laganman. Daromad bo'lmagan joyga men daromad solig'ini to'lab qo'yganman. Buni keyin men bilib qolganman 3 oydan keyin. Shu menimcha 3 oylik 27 million, 72 million atrofida chiqadi. Shu men katta quvonch tushirgan joyim. Mana qarang, ko'p yoshlar помощник bo'lib kiradi, главный buxgalter bo'lishiga bosqichlari bo'ladi, to'g'rimi? Mana siz главный buxgaltersiz. Nimalarni bilish kerak? Bosqichlardan qanaqa o'tish kerak? Chunki real ishlab turgan odam sizsiz. Biz endi aytamiz, biz ustozmiz. Lekin mana o'shani ichida sho'ng'iyotgan, terlayotgan sizsizda mehnat qilyapsiz. Shunaqa. Avvalambor yaxshi joy tanlash kerak. Ko'pchilik anaqa qiladi, ustozga boraman deydi. Men hozir sizlardan ishchi olganman. Mana hozir kiraverishda ko'rdim. Помощник olibsiz. Farruh ismlari. Yana bitta sizlardan помощник olganman, ikkinchi klinikamga o'tirib ishlaydi. Bu yerda yana filiali bor-a? Ha, filiali bor. U yerda ham помощник bizadan olgansiz. Sizlardan olganman. Men boshqa joylardan ham oldim, outsourcingdan ham oldim, bolalarni shogird tushgan bolalarni. Ular faqat bitta направление bo'yicha ishlaydi-da. Ko'p narsa o'rgatmaydi outsourcingda, shogirdligi. Nima deydi? Ko'p narsani bilishmaydi.
mana qarang, mana zo'r bo'ldi. Mana shu joyi sizga bitta savol beraman. Men aytaman, ko'plar ishonmaydi. Shogird tushib o'rgangan yaxshimi yoki o'qib turib keyin ishlagan yaxshimi? Qaysi birini tanlagan bo'ladingiz? Men o'qib turib keyin ishlagan bolalarni olmayman ishga. Nimaga? Sababi outsourcingda shogird tushsa faqat bitta narsani Qotib qoladi. bitta narsani 3 oy qiladi-da. Aslida bitta narsani 3 oy qildirmaysizlar-da, 3 ta narsa haqida ma'lumot berasizlar. Hamma narsa haqida ma'lumot berasizlar. Sizlar. Shuning uchun men sizlardan kelgan bolalar ko'proq ma'lumotga ega bo'ladi. Chem outsourcedan olsam, men bitta savol bersam, yo'q men bilmayman, qilmaganman, eshitmaganman deydi. Sizlardan bersam savol, sizlar bolalar, men bilaman, eshitganman, oka buni mana qiladi, buni mana qiladi. Shuning uchun sizlarni bitirgan bolalarni ishga oladi. Ikkitasini ish bilan ta'minladingiz. Shunaqa. Kecha o'zi o'quvchi edingiz. Mana bugun ish beruvchiga aylandingiz. Mana shu narsa bizani xursand qiladi. Shuning uchun biz bemalol baralla aytamiz, moliya ustasi bemalol ish bilan ta'minlaydi deb ayta olamiz-da deyishadi. Chunki sizga o'xshagan shogirdlarimiz bor. Mana salkam 10 yilga yaqin bo'larkan, 10 yil davomida mana nechta shogird chiqarganmiz, to'g'rimi? Har bittasi mana qarang, ikkita filialsiz, ikkita pomocnikovsiz. Misol uchun, ikkitasi yana o'ziga tortadi. Siz ularni gilamlayapsiz, to'g'rimi? Zanjir ulanib ketaveradi-da. Men bitta narsa aytaman, o'qisa, harakat qilsa, albatta bo'ladi. Nima ko'p ish ko'p-da. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Bu pomocniklaringiz ham ijobiy natija bilan bitirgan. Ha, bular qizil diplom bilan bitirgan. Men o'zi so'raganman, qizil diplom bilan eng zo'r bolalarni beringlar deb. Sizlar menejerdan so'raganman, eng zo'r bolalarni berishgan menga. Yana xudo xolasa 2-3 ta olsam, bemalol outsource ochsam bo'ladi. Davomli bo'lsa. Dilshod, mana keladigan odamlarga tavsiyalaringiz qanaqa bo'ladiki, nima demoqchiman? Oldingi Dilshoddan hozirgi Dilshodda o'sganligi, daromadi. Mana o'zingiz ham aytasiz, kelishimdan asosiy maqsad o'zi qiynalib turgan bo'lganman. Bundan bunga ko'tarilishingiz kerak bo'lgan. A nuqtadan B nuqta bo'lgan. Oilaviy holat, o'sha narsa sizga mana buxgalteriya qanchalik yordam berdi? Ozgina shu haqida ham ma'lumot berasiz. Mana o'zi odamlar, shofyorlar oddiy shofyorlikdan bizani boqqanlar, katta qilganlar. Pul topish qanaqa qiyinligini, og'irligini adam misolida men bilaman. Shofyorlik oson emas. Keyin men o'zimga maqsad qo'ydim, yaxshi joyda o'qib, yaxshi joy bitirib, yaxshi joyga ishga kirib, yaxshi sharoitlarda, yaxshi oilalarni olishga katta maqsad qilganman hayotda. Xudo xolasa, men sizlarni bitirdim, moliya studiyasi katta baza beradi. Buxgalteriyani anaqa olib ketishdi. Sizlarni bitirdim, mana ishga joyladinglar, ishlayapman, Allohga shukr. Hozir mana главный buxgalter bo'lib ishlayman ikkita firmada. Hozirgi daromadim ancha yaxshi, Allohga shukr. Ancha yaxshi. Oilangizga qanchalik yordam qildingiz? Siz xohlagan natijalar, kutilgan natijalar bo'ldimi? Nima natijalarga erishdingiz deganda insonning har xil yutug'i bo'ladi. Mana shu kasb o'rtasida hamma har xil natija beradi. Shu kasb o'rtasidan siz mana halol rizq, nima natijalar berdi sizni xursand qiladi? Men ko'p narsaga erishdim. To'g'risini aytish kerak, bizani uylanishimga uyda yerimiz bor, uchastkamiz bor. Uy qurish kerak bo'lgan. U yoqqa 2 xonali uy qurganmiz. Ishlab topgan pulimga. Shuni o'rtasida, ha, uyimni keyin generalni remont qildik. Allohga shukr. Keyin to'y qildik. Uylandim. Mana shu ishga kirgandan keyin pullarimni yig'ib uylandim. Keyin oyimlarni sparklari bor edi. Ularni men o'zimga oldimda, men oyimga yangi trekker mashinasini sovg'a qildim. Malades, mana natija. Trekker sovg'a qildingiz. Shunaqa. Hammani orzusi-da bu. Allohga ming shukr, kam bo'lmadim. Keyin hozir bitta qizim bor. Alhamdulillah. Keyin oyimlarni umraga jo'natdim. Katta orzuyim edi bu meni. Oyimlarni umraga jo'natdim. Allohga shukr. Mana kimdandir orqada, kimdandir oldinda deydi-ku, ancha natijalarga erishibsiz. Allohga juda ham xursand bo'ldim. Juda ham zo'r. Dilshod, mana yosh o'sib kelayotganlarga yoki ikkilanib turganlarga nima maslahatlar berasiz? Yaxshi o'qitishga yaxshi joy topish kerak. Men bemalol ayta olaman, Toshkentda nomer 1 da moliya studiyasini
misol uchun yangi o'rganayotgan bolalar moliya studiyasiga borib bemalol ish o'rganib yangi ishni boshlasa bo'ladi. Sizlar o'zinglar ham yaxshi bitirganligi ish topib berasizlar. Odam o'zidan bo'lishi kerak baribir. Ish topib bergan taqdirlarda ham uni olib ketishgan bolu. Xudo xohlasa sizlarni bitirsa hech kim kam bo'lmaydi. Misol uchun men kam bo'lmadim sizlarni bitirib. Mana shu yerda o'tirishimga sababchi bo'ldinglar. Inshoot yuqori daromadga chiqish uchun nima qilish kerak? Mana pomощникlar kelyapti, 3 milliondan boshlayapti. Deyli 10 milliondan, 15 milliondan. Biz oldin bundan 3 yil, 4 yil orqaga qaytganda marketingni ham o'rtacha 500 deymi, bir 5 million, 6 million atrofida olish haqqi yetardi-da. Mana o'sha narsani siz guvohi ham bo'ldingiz. Demak, natija qilsa bo'ladi. Hozirgi kunda 10 million, 15 million desa ham bo'ladi-da bu narsani. Statistika ko'tarildi, olish haqqi ham ko'tarildi. Endi ular shu 10-15 million daromad qilish uchun nimalarni bilishi kerak va nima qadam tashlashi kerak? Siz o'sha etaplardan o'tdingiz. Bu buxgalteriya sohasi juda ham keng soha, nyuanslari juda ham ko'p. Постоянно odam o'zini ustida ishlab borish kerak. Misol uchun bitta ish topshirildimi, u ish meniki emas deyish kerak emas, buxgalter. O'sha yangi ishga borgan buxgalter meniki emas, men qilishni bilmayman deyish kerak emas. Ha, men qilaman, o'rgating, men qilaman deyish kerak. Xo'p bo'ladi deyish kerak. Rahbarlar gapirsa, xo'p bo'ladi deb ko'p ishlarni qilib, bu odam o'ziga ham foyda. Ish o'rganadi, staj yig'adi. Keyin ishonchli bo'lish kerak odam, omonatga ishonchli bo'lish kerak buxgalter, korxona siri degan narsalar bor. Keyin baribir pullar bilan ishlaydi. Ishonch bir martalik narsa. Uchreditorlar, direktorlar sizni ishonib, главный buxgalter qildimi, sizga ishongan bo'ladi. O'sha firmasini pulini, sirlarini, ma'lumotlarini ularni omonat qilib sizga topshirgan bo'ladi. Agar siz shu omonatni saqlay olsangiz, shu buxgalter saqlay olsa, sirlarni ishonchli bo'lsa, uni xudo xolasa kelajakda yo'llari ochilib ketadi. Ishonch bildirilsa demoqchi. Rahbarlarni tanishlari rahbarlar bo'ladi asosan, ular tavsiya qilishadi. Avtomat firmalar kelaveradi. Ha, ikkinchi firmamni olishimga ham rahbarim sababchi bo'lgan, menga ishonganlar, menga topshirganlar shu firmani. Juda ham zo'r. Dilshod aka, siz bilan ko'rishdim, juda ham xursand bo'ldim va bugungi suhbat ham manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Rahmat. Chunki bizani ko'rib turganlar hali endi boshlovchilar yoki boshlaganlar ham bor. Maqsadini to'g'ri qo'ya olmayotgan insonlarga ham sababchi bo'lib qolsa, biz xursandmiz. Chunki men o'zim ham bu sohada yoshlikda ko'p ishlar qilib ko'rganman. Shogirddan tushganman, malyarchilik ham qilganman, sartaroshchilik ham qilganman, hamma kasb ko'rib chiqqanman. Hattoki san'at sohasida ham bo'lib ko'rganman-da. Nima demoqchiman? Men toza ish qilaman, kiyim kiyaman, kasb-ishimga yuraman, hamda ota-onamning yuzini yorug' qilaman, yaxshi natijalarga erishaman deganman. Endi o'sha narsalarni, maqsadlarni to'g'ri qo'ya olish uchun va insonlarga yordam bera oladigan kasb tanlash kerak ekan. Men o'sha uchun insonlarga yordam beray deb va insonlarga manfaat keltiray deb men o'qituvchilikni ham tanlaganman. Shuning uchun buxgalteriya sohasida yuribmiz. Siz ham ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Omadingiz bersin. Rahmat. Mana sizni natijalaringizni eshitib, ko'p insonlar orzu qiladigan natijalarga erishibsiz. Onani umra safariga boribsiz, mashina sovg'a qilibsiz. Ota-onangiz sizni davomli baxtingizni ko'rishni Alloh nasib qilsin. Ishlaringizga omad tilab qolaman, Dilshod. Rahmat kattakon. Rahmat, sog' bo'ling. Men ham sizlarning ishlarga rivoj tilayman. Sizlarni kuzatib turgan auditoriyadagi muxlislarga sizlarni tavsiya qilaman. Kam bo'lishmaydi. Men kam bo'lmadim. Shu yerda главный buxgalter bo'lib, yaxshi lavozimlarda, yaxshi oilalarni olib ishlayapman. Xudo xolasa, gardni kam qilib, sizlarni kuzatib turganlarga borish kerak, o'qish kerak. 4 oy birpasda o'tib ketadi. Pulga ko'z yumish kerak. Xudo xolasa, ishga joylab qo'yasizlar, sizlar keyin undan ham ko'p pul ishlab topishadi ekan. Men buni 200% bilaman. Men ukam bor ikkita, bitta opam bor. Ularni qaysi sohani tanlaganini buyurishibdi. Men xudo xolasa sizlarni o'qitmoqchiman ularni ham. Chunki sizlardan boshqa joy ko'rmayman Toshkentda. Zo'r baza beradigan buxgalterskiy. Xudo xolasa sizlarni o'qitaman. Rahmat kelganingiz uchun, sog' bo'ling.